Assalomu alaykum. Bizni yangi kuzatib turgan va doimiy kuzatib turgan aka-ukalar. Rossiyskiy jodlarni videoobzor qilishda davom etamiz. 80 ga 80 shikpi og'iridan bunisi, pichoqlari ham qalinidan. Endi bu reklama bo'lib qolmasi, bu sotilgan. Oldindan aytib qo'yaylik. Hop, mana shu joyda 90 talik shesternasi bor. O'shani 2 donasi singan. Hozir uni ham ko'rsataman. Avval jodini ko'rsatib o'tayin dedim. Hop, rossiyskiy jodlar kerak bo'ladigan bo'lsa, akalar aloqaga chiqaverasizlar. Mana motorlari ham zavodskiy родной o'ziniki. Hozir shesternani ko'rsataman. Hop, shesternasi mana shunisi akalar, mana shu joyda 1, 2. Mana shu ikkita tishi singan edi, mana shuni boshqadan chiqarildi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bitta kron degan jodini 13 tagachami, adashmasam yo 15 tagachami bittada bir qator singani bor. O'shalarni ham chiqarib berganmiz. Xudo xolasa ishlayib turgan ular ham. Tishlarini hop, material chugun, cho'yan. O'shalarga ham lekin ish beradigan qilib, garantiyali qilib, xudo xolasa tayyorlab beriladi. Mana shuni ham ikkita tish singan, hozir chiqardim. Apparatga qo'yib, hop, xudo xolasa hashak kesgan videolarni ham kanalga qo'yib boraman. Keyingi videolarni kuzatishda davom eting. Mana boshqa tishlariga ham bir solishtirib olaverasizlar. O'zi tishlari bilan zavodskiy quyma bo'lgan, hop, ochilmagan stanokda. O'shaning uchun bular alohida bir ajralib turibdi. Hop, yana ham qirralarini ozgina charlab qo'ydim, shtob shesternasi bir-biriga tishlashganda ovozi chiqmasligi uchun. Bo'lmasa to'rtburchak o'ta chiroyli holatda edi.